Qasi. Oş. Abi, Seve. Ben Gülsüm bilen ayrışıp gittim. Oy, pek yaxşı oldu. Qani kiring. Qani o'tiring. O uydan sizga nima taqsim bo'ldi? O öyde iki paç gelemden başka neme batı deysiz? Voy, qiziq ekansiz. Yo'g'on bir qorajay o xotinga qolgandikan, gelimni bosimi ag'ish kesingiz bo'lmamdi. Qandaq ajırış usulini özünüz tüzgen tursanız. O teximini 2-3 aydan keyin qaytib keladi deb o'ylaydi. Gelemni olaman desam, ular gumonlanib qolmamdi. Oğu, shundoq. Buni ishkimiz tuzgan. Biroq bu uy endi ishkimizdan bo'lib qoldi. Ras. Shu sizmi er bo'lgandikan, biror narsa akirmisingiz bo'lmas? Mening maaşımni ilavatısız-g'o. Voy! Sizning maoshingiz bo'lsa, mening maoshim yo'qmikan? Maosh degan bir gap. Uyga bir narsa akirish degan boshqa gap. Amisicha, bir oyni o'tkazib etib, Obida bilan uchrashmoqchi bo'lgandim. Biroq u mendan haq talab qilyotdi deb, ikki poch gilamnimi yondirib akilang bo'lamdi, ha? Ya Allah. Şeytanı ders beradigan ayol deysiz, ha? Kızım. Ne buldunuz? Neymiş ki yığılaysız? Makar kızım, neymiş ki yığılaysız? Abba. Siz nimişki bizni aldaysiz? Dadamni yeni qurilgan savatning tok ishlarini o'rinlashtirish uchun komandirovkaga chiqib ketdi degan edingiz-ku. Kızım, bu... Yashirmang, apa. Men burg'ili bir shumliqni sezgan. Dadam hozir ikki bolasi bor, Obida degan xotin bilan uy tutyapti-ku. Neyme? İki balası bak otun. Siz nereden anladınız? Toshpo'latning maktabiga borgan edim. Toshpo'lat menga deb berdi. Taşbulan kimden ağlaptı? Obida degan ayol o'ltirdigan binodan keladigan bolalar Toshpo'latga deb beribdi. Rast. Kızım, bu işlerini rastlaman sizlerden yuşurgan. Lekin dadınız Ali mektepte okuyduğun bir kız bile hatalık ötküzüp koydum. Diyen edi. Onu kanunu cezadan kurtulduruş için acıraşkan edim. Lekin dadınız kaytıp gelemen degen. Canım abba, siz nimandak kol, nimandak sata, nimandak ahmaksız canım abba. Ben berip ula bilen körüşmen. Yak. Ondak kıma canım kızım. Herkes ondak kıma. Dadınız ne yaman kutulla azdırıp gitti. O çokum kaytıp geledi. Dadam bizi taşlap gitti abba. Endi o herkes kaytıp gelmeydi. Endi bu uyga dadam herkes mi kaytıp gelmeydi. Canım abba. Canım abba. Gülsüm. Kasım. Gelin, oturun. Oy, pişanınızga ne oldu? Oturun. Dana. Eylik Obida degan xotinga ajrish talabini qo'ysam, no'g'ush bilan urib yerib etdi. Kasım.
siz bir qizning gapini qilgan edingiz. Endi anlasam, Gülsüm, men şu çağda qimar oynap neçe ming so'mni uqtirib etgandim. Şu çağda qimavozlar her bir 1000 so'm uchun mening birdan barmog'imni kesmoqchi bo'ldi. Shundaq bo'lganda 6 barmog'imdan ayrilib qoladi ekanman. Barmog'im bo'lmasa, qandaqmi ishlab pul topa olayman. Şoňa men Eliqi Abida degan xotin bilan to'y qilish sharti ostida pul qarz elib, qimavozlarni rozi qildim. nemishqi shu chaqdila rost gap qilmaysiz. Bir joydan qarz pul olsaqmi yoki qura joyimizni satsaqmi bo'ladi-ku. Elimi esingdimi? Shu chaqda men yana qimar o'ynaydigan bo'lsam, odam bo'lmay ketay deb oldimda qasam ichgan tursam. Şoňa Endi qana qilay deysiz? Gülsem, men çoqum qaytib kelime. Qaytib kelib, ballarimni özüm baqaman. Shunda qiling Qosim. Bolalarning o'qish rasxodini to'layamagashga havansa bilan Toshpo'lat o'qimaymiz deyishyotidi. Biroq Eliq Abida degan xotin haq talab qilyotidi. Onun yana nima lozim ekan? Gülsem. Gülsem. Menimcha onunğa mush gelenni bersak çoqum rozi bo'ladi. Mayli. Mo'sha gilam bilan qutuldigan ish bo'lsa bo'pti. Opirib bering. Lekin sizdan o'tinib qolay. Tezroq qaytib keling. Men o'z go'shimni o'zim yegiday chapadi qoldim. Gülsem, xotirjam bo'lgin. Men çoqum qaytib kelime. Xotirjam bo'l. Oy bişim. Gülsem. Mecazın yok mu? Qosim. Bugun top-to'g'ri 20 kun bo'ldi. Yo'lingizga qarab, ko'z guharlarim to'kilay dedi. Xotin bo'lmay ketgur jaddal. O bir gelemgi zadla razı bo'lmadi. Yelindim, yalvırdım. O tayaqda ketipli turib oldi. O texe qarz algan pullarimni qaytirsan deydi o. Menda pul bo'lmasa, uning yana nima lozim ekan? Bir qitimdila deysi bo'lmamdi. Gülsem. Aşı gelemni bersek çoqum razı bulamıken deyme. Qosim, bu gilamni dadam rahmatlik olamdan o'tishdan avval menga tavarik qoldirgan. Qandaq qilimiz xotin? Qo'lni kesmegicha qon chiqmaydi. Shunda qilayla, berayli. Bo'pti, berayli.
Siz qaytib keladiganlar ish bo'lsa bo'pti berayli. Andaqda men tezroq apirib beray, ya. Keling, yordamlashing. O'zingizni ko'proq asrang, ha? Qosim, bu Gilamni nega gapirsan? Qo'yib qo'y. Qo'yib qo'y. Aka gilamni. Buni opang o'zi berdi. qizim men berdim. Dadingiz qaytib Yo'q, kelmoqchi. apa, u qaytib kelmaydi. Siz qachongacha oldim churiysiz? Men bu gilamni setib, ukamning o'qish rasxotini to'layman. Qizim, bu gilamni undaq bermasak, ukamning o'qish rasxotini qanday qilamiz? Unda qilma qizim. Oy! Qizim. Oy, nega qirla gelemni? Qiziq odamkina bu o'zining uyda gelemni ochib ketdi. Nima ish bo'ldi? Qanaqara qizim? Lo'ngi bormi? Buni eling. Rahmat Sobitjon aka. Bizga ko'p yordam qildingiz. Bayqi kishi balaning dadasi o'xshamamdi. Shundaq. Lekin hozir aslida qizim o gelemni setib o'qilirga qishliq kiyim qilib bermoqchi edi. Undaqda gilamni nima ish qilib berdingiz? U Bu ikkinchi qitimliqi. Turmush opamni kangirtib qo'ydi. Dadam qaytib kelaman desalar, opam yuragini sug'urib berishga rozi. men qanday qilaman? Sizga do'stlaringizni uyda qo'singizni to'yg'izib kelasiz. Lekin ishqi ukungiz atigan nashti qilgancha. Opa. Acha, nim bo'ldi? Hech nim bo'lmadi ukam. Qizim. Siz o'rnisaga deyman. Farida sizni sinf bo'yicha a'lochi deydi. Rasmi? Farida acham a'lochi uyg'onish boshlag'i. Balli. Texmi yaxshi o'qing, ha, qizim. Toshpo'lat ko'rinmaydi-ku. Ko'chib kelganimizga uzun bo'lmaylar. Bolalarimning ismini bilyapsiz. Yuring o'rnisa. Uyda ozroq bir narsa bor edi. Akilib eling. Sobitjon aka, bunda qismingiz qanday bo'ladi? Hey, bundaq desangiz qanday qo'shnidarchilik qila olamiz? Barni tang ko'rdigan gapda. Yuring. Sobitjon aka. O'ltirish endi qizig'anda ketganing nemisi? Qizimdan ansirab qoldim og'ayna. Telefon beraversan bo'lmadimi? Yangi uyga telefon bekitgidek bo'lmadim. Do'stim, endi beshig'ini o'ngshab qo'ysak bo'ladi. Yaxshi ko'nglingga rahmat. Qizim Farida bak nozik cho'ng bo'ldi. Uning ustiga Nurbiyaning vasiyati ko'nglimdan faqatla chiqmaydi. Nurbiya nima degaydi? Farida o'zi yaxshi ko'rdigan, yoqtirdigan bir kimni aniq qilib bering. Faridaning ko'zidan bir tomchi yosh oqsa, ko'rimda tik o'tiraman degan. Bu umidini o'rinlamoq tez bo'larmikin? Qizingmi cho'ngib qoldi. Mayli kimni ekanma baribir yat ko'radi. Opsiga o'xshatmaydi. Ma'qul adash, men mangay. Xo'sh. Xo'sh. Acha, bu misolni tushunamadim. Men tushuntirib qo'yay. Qarang Farida, buni-chi qoidaga tushirib ishlaymiz. Mana bu shundoq. Qarang. Bildim. Yaxshi. Tik bo'ldim, qarang. Bek chiroyli bo'pti. Acha, buni kiygizib qo'yaylik-chi? Ma'qul. Kiygizib qo'yay, ya. Bek chiroyli bo'ldi. Mana. Qarang. Dada. Ha? Hava acham shundoq yaxshi ekan, qo'nchiqimga ko'ylak tikib berdi. Tushunmagan darslarimni tushuntirib qo'ydi. Bugun hava acham hujramda yetib qolsin-chi, ma'quldan dada. Balli qizim. Buni mendan so'ramsiz, ochingizdan so'ramay. Opam ansirab qolarmikin? Men yugurib kirib Gulsimxon opamga deb qo'yay. Ma'quldan hava acha, ha? Voy, ishkinglar nim bo'ldi? Bir sonlar qizirsizlar, bir sonlar ko'zinglarni aloq-chaloq qilsizlar, ha? Sizlarga zoti nim bo'ldi? O'ltiring hava acha. Qonchig'imga yana bir ko'ylak tikib bering, ha? Ma'qulmi? Acaba qiziq kino ekan-a? Shunda. Qiziq kino ekan.
Ondan keyin pat-pat kep qilsak bo'ladi-ku. Uyda televizor ko'rib qol tag'andan kino ko'rgan bir xil yaxshi keldi bu. Bu yerda birdan o'tiramda qada. Bo'ldi. Bir narsa ishimiz yo'q. Yo'q. Kelinglar, kelinglar. O'xshagan kavob bor, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar acha. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Cemi 8 kilo bo'pti. Endi potolkalar qo'shilib hammasi 6 koy 3 mo bo'pti. 6 koy ilang, ha? Voyay, gulsimisan. Tasla qaptiman tonimig'ili. Nemanchi judab katta. Tursungal, yaxshimisan? Ko'chib ketganingga 3 yil bo'ldi. Kep qo'yaymi demeding, ha? Men yana shu oshxonaning jundi purishligidan qutlamadim degina. Oshxona deganing shanba yakshanbasin bo'lmaydi ekan. Haras, Qosim bilan ajrashib ketibsan, ha? Ha, ajrashib ketdim. U Abida degan xotin bizning mahalladagi binoda o'ltirdi degina. Bir to'yda hojim ayollar uni ayblab 3 bolasi bor oilani buzg'uning bo'lmabdi deb org'a ilvag'ani edi. U og'zida nimda poq yiqitdi demamsan. Men u oilani buzmadim. Asli Havo degan qizi haromdan bo'g'ashqa Qosim 20 yildan beri dadini ichiga yutib ketdi-kan. Ya'ni texi Abida degan xotin u ayol o'zi iqrornoma yozgan tursa da'vatidi. Shundaqmi ishlar bo'ldimi? Rost shundoq yozdingmi? Voy isit. Sening yuvoshlig'ing, soddillig'ing, ahmoqlig'ing oilangning beshig'i chiqibdi degina. Bu shundoqmi qilamsan? Mana hozir Obidaxon satang kim oldiga fuchirsa Havoning haromdan bo'lganligini, shu sababdan Qosimning seni majburiy qo'yib berganligini so'zlab, ona bola ishqinglarni hamma yerda sesitib yuriydi. Sotqa arz qil adash. Men yana qaysi izimni ko'tarib sotqa boraman. Sotchilar Qosimning arzini menga tutqizib fikringizni yezib keling deganda, men uni ko'mayla Qosimning degani bo'yicha iqrornoma yozgan tursa. Ay, bo'ldi, ko'nglingni buzma adash. Bu gaplarni demasanmi bo'pti ekan? Ha, bolalaring cho'ng bo'lib qolgandi. Havo bu yil 11-sinfga, Toshpo'lat 9-sinfga ko'chdi. Hurnisa boshlang'ichning 5-yilligida o'qiydi. Qosim bolalarga turmush puli berdigandi. Yo'q, u bir 2 oyda qaytib kelman degashga men talab qilmagan edim. Yana taxi Qosimning o'rgatgani bo'yicha bir qizim bor. Uning holidan o'zim xabar olaman deb tikanman. Voy xudoyim, voy nimandaq yomon odam u. Sen yuvoshlik qilmay ber da'vo qil. Shunda qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Nemishqa bo'lmaydi ekan. Sening mushtarqonga qarab qandoq kuniga qolganligini hamma odam biladi. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma adash. O'ylarga borasan juma. Bo'ladi, xo'sh. Ah xudo, agar Qosimning bu tuhmati talatisiga yelib ketsa, men o'limdan boshqa yo'l qolmaydi. Havo Toshpo'latlar buni anglasa, men to'g'riliq qanday gumonlarda bo'lishar? Toshpo'latchi haqoratga chidayolmay bir ish terib qo'yammi? Bo'libmi Havo? Bu zarbiga bardoshlik berolmay o'zini o'ltirib olarmi? Yo'q. Men bu ishlarni Sabit apandimga deb uning maslahatini ep boqay. Qosimning hillariga ishinib ketganligingiz uchun mushundaq savalliklarni sodir qildingiz. Endi kishilik huquqingizni, izzat hurmatingizni qo'g'dab qilishingiz uchun da'vo qilishingiz kerak. Mana bu qonun bilan o'zni qo'g'dash deyiladi. Da'vo qilsam, yana nima ishlar yuz berar? Albatta,
sot balalarning turmush rasxoti uchun pul kesib berdi. Yana nim bo'ldi? Qosim oti bo'lgan ekan, o'rnisa bilan Toshpo'latni, eng bo'lmasa, ularning birsini Qosimga buyurib hukm chiqardi-chu. Voy Xudoyim. Abida degan xotinni to'lima hazazil besham, ko'ngli qara deyishidi. Balllarımni tirikleyeydi o. Bo'lmag'idek, hargiz bo'lmag'idek. Mening eng qattiq ansiraydiganim Havo. Qosim bu qizning haramdan bo'lganligida ching turib oladi. Chunki siz ixronam yozgan. Bu uning o'zini qo'g'daydigan dastigi. Qosim boshqalarning so'z cho'chigidan qutulish uchun bu nomussizlarcha tuhmatni sirtqa yeyib etamnikin deb qo'rqaman. Onu qilmaydi degili bo'lmaydi. Agar bu tuhmat Havoning quliqiga kirib qolsa, men qizimdan ayrilib qolaman. U iç güçlü qiz. Etina Gulsumada. So'rash beyab bo'lsa-mo, bilgim kelyapti. Qosimning haramdan bo'lgan degan iflos tuhmatni o'ydirib chiqarishida qanday asosi bor? Agar deyishga tilingiz bo'lmasa bo'pti, men so'ramagan bo'lay. Sabit efendi, men sizning maslahatingizni ağılıp kirdim, şoň sizde yuşurmayman. Bu 20 yılның aldıdık iş. Biz toy qılıp hepti bolğanda Qasım bir qancha ağaylarını öýgü başlap kelip oltyrış qıldy. Gülsem. Sətləşməyə, öýdə mehmanlar dursa. Mənə ağaylarınızı yendi etdim. Işıqınızı küyüp üley dedim. Ay, Gülsem. niye durun? Gülsem. Oy! Sen bir etmiş kılsa çıkıp git. Gülsem. Git. Bu fırsat oran geldi. Eğer Yok, razı olsanız milyon bir yere. Bir koy et. Yok Gülsem. al. Onda tamam Gülsem. Çıkıp git. Gülsem ben sizinle razı olup gider. Onda tamam. Yok al. Gülsem ben sizge razı olup gider. Gülsem. Gülsem. Namert kumse! Bırak onu de! İş kotse! He? Hocam. Hayvan! İyi! Hocam. Benim fotoğrafımı çekildi de kaldım ha! He? Kıyımını kesin etmedi kalmasam! İyi! Hocam. İyi! Hocam. Qosim, unda qilma. Ben de seni ağıyla ne sürüktü ben ha? Bo'ldi qila. Oh kumse! Sen de menin puqadan çıkıkça urvadım dep oyladın mı? Bilip koy, xotunundan qosuğuğa çöçürdüm birini tüyüp koydum. O namert! Bo'ldi. Beni koyudun la! Onu öldürüyordun ha! Çıkın ayba. Bo'ldi qil. Bo'ldi qila Qosim. Sotqa arz qilib, bu nomusluq tuhmatni aydınlaştırın. Yok. Arz qısam birinçiden haq bilmegen işini yaydı ekanman. Havanın yüzünü tökedi ekanman. İkinçiden Toshpo'lat bilan Hörnisadan ayrılıp qaladı ekanman. Bo'ldi. Sotdan kesip bergan azgını puludan keçdim. Haqlar meni nima desi desin. Bo'ldi. Arz qilmayman. Hava. Ne buldunuz kızım? Ne mi yığılaysınız?
Meni qo'rqitmang qizim. Ne bo'ldingiz? Ne bo'ldingiz qizim? Ötünüp qalay canım apa, mən oxumaycı, məktəbdə oxumaycı. Sınıfda oturup dərs alğınım bilenmi? Heç qandaq nərsi kallamğa düşməydi apa. Sizni oylasamla, kılım pek yerim buludu. Siz nimançı bəxtsiz apa. Bu işlerini oylasam, muş işleri sebepçi boğan Abide degen xotunni boğup öldürüp koyğumlu keladi. Beşara fikirlerimni hamma odamlarga iltijoliq qarab bo'yin qisib yurgan holatini ko'zim ichim suyrilib ketadi. Sizga hech qanday yordam qilolmaganimni o'ylasam o'z-o'zimdan o'kinaman apa. Qizim, canım qizim. Gülsümede. Kechede bu yerda o'ltiribsiz-ku. Sizni saqlab o'ltirishim kash qapsiz-ku. İdora boshlig'ining o'g'lining to'yi bo'lgan. Farida bizni uyda uxlab qolgan bu qiz havo hadisga bek amroq. Qani uyga kiring. Kiring. Uxlab qopti. Men o'g'tay. Farida. Turing qizim. Ayağınızı giyin. Yürüng, kızım. Yürüng. Xoş. Ay, Gülsümede. Bir gapingiz bormidi? Tatinmay davring. Nersi gerek yig'ilish o'rnidan pul ololmadim. Hörnisana maktabidan kitap material puli akilinglar debdikan. Oningdan xabarim bor. Yenimdagi pul sal kamlaydi. Ata aptigan Faridaga bersam, Hörnisa ishkisi tang to'lavatsin. Rahmat sizga. Sizga otilib oldik. Lekin bu qitimqi pul qarz hisobida bo'lsin. Cho'qim to'lab o'taman. Ne bilan deydigansiz Gülsümede? Sizlar bo'g'anliginglar uchun men to'y to'kin o'ltirishlarda xotirjam o'ltira oladigan bo'ldim. Hatto yiroqdagi yig'inlarga xotirjam ketaveraman. Sabitjon apandi, bu ishni havo uqmasin. U birsiga dod etishimni xohlamaydi. Xotirjam bo'ling. Ma'qulamsa, xo'sh. Xo'sh. Kim? Men. Sen bu yerga nima deb kelding? Sen
Sen mening dadam bo'lganliging uchun keldim. Seni otalik burchini ado qilamdi yo'q, shuni bilgili keldim. Bo'lmabdimi? Hey, haramdan bo'lgan qanjoq. Numus qilmay texi, dadam bo'g'ashqa deysin, ha? Yana bir degina qini. Haramlik, haramlik degan bu so'z sendek buzuq xotinlarning ballarga yarashidi. Osh yo'qlar qalanda. Paskini qalanda, yo'qlama. Paskin deysan go. Paskini debchi 3 bolasi bor, bir chiroyli oila buzgan opangga debbe. Ay, ko'chida qolgan divona yo'qlar. Mavida gapni qara. Opaqmi bosh sarang opangga berib debbe. Opam paqmi bosh sarang bo'lsa-mu, sendek buzuqdan ming hassi yaxshi. Ha? Mana qara da'vatgan gapini. Qalanda. Tilg'onga to'ya. Ay, to'ya qalanda. O paskina, ikkinchi bosoqamga destigichi bo'lma. Yana keladigan bo'lsam, o'tirib bitma. Acha. Acha. Taş bolan. Yüz gözleringe ne oldu? Dadamning qishig'i bo'lgan edim. Abida degan xotin bilan qizi ikkisi meni urib ketdi. Hep buzukla. Apamni xarlab deb sendi qilishdan uyimizni buzishding. Men senlarni o'ltirib etmaydigan bo'lsam. Jinim ukam, hargiz undaq qilma. Bundaq qilsang, sen mi omon qolmaysan? Baribir o'limga acha. Ash xotinning qonga milinib, xaqirab jon talishayotganligini ko'rsam, 10 qitib o'lsam mayli. Pichoqni nereden aldın ukam? Nimishqib pichoqab yuriysan? Ansirma acha. Men kavobchilarga yordamlashib jinimni beqotaman. 10 kundan beri uyga kelmaginingning sababi mushkanda. 18 yoshga kiribmi? Apamga eg'irchilik salsam, xijil bo'ldi ekanman. Apamning ming mushaqqat azobiga kelgan oshnalari zahar bo'lib kelimda o'tmaydi ekan. Maktabga bormagan o'xshamamsan. Beryapman. Faqat kechlik bozorda kavobchilar qarshi berib, kechida do'konda qunib qelyapman. Jinim ukam, men sizlarni o'qitaman deb maktabdan chiqib ketdim. Hozir ish izlayapman. Est. Dadimiz turib mushkulay qilyapmiz, ha? Ba'zi kunlarda shunda g'azablanamanki, aymanmay titirmay dadamga pichoq urg'im keladi. Uning yuragining qanchalik qardab ketganligini men bir ko'rib boqay. Unda qilma jinim ukam. Bu kunlarmi o'tib ketdi. Aka. Pichoqni menga bergin ukam. Kirana hava acha. Dada hava acham keldi. Ha. Avanisa, keling o'ltiring. Ha. Teshliqmi? Men choy demlay, ha? Dada, men demlay. Ha. Gulsum adamning deyishicha maktabdan chiqib ketib, ish izlab yuribsiz. Shunaqmi? Opamga yordamlashib ukallarimni o'qitaymikin deyman. Bu gapcha fikrlaringiz uchun o'zingizni qurbon qilibsiz-da. Hay, bak yeniglik qilibsiz singlim. Har qancha bo'lsa-mu, menga maslahat qilsangiz bo'lmasmidi? Uning sizmi sizni oz avar qildikmi? Menga nima avorchilik bo'ladi? Barini tang ko'ramiz. Sizlarmi mening eg'irimni yeni qilib, hojtimdan chiqyapsizlar-ku. Çay içeceksin hava aça. Çay içeceksin dada. İçeceksin hava aça. Sizni qiyniq çay içmeydi deb susroq demlab kirdim. Ochingizdan qanday choy ichadiganligini bilyapsiz-da. O'la emas, bizning ne maxfiy gaplarimiz bor texi. Hava singlim. Sizni chaqirtishim bundaq sabab bilan edi. Men ijodiyat yig'iniga qatnashish uchun 15 kunlik komandirovka chiqmoqchi. Paridaslarni uyi turib tursa bo'ladimi? Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Lekin Parida erkin ozoda turmushda cho'ng bo'lgan nozik qiz. Bizning uy sal qalaymiqan. Qo'shilsangiz siz kelgacha mushu uyda qarab turgan bo'lsam. Bo'ladi. Obdan gap bo'ldi. Lekin Parida maktabga ketsa, bu cho'ng uylarda zerikib qolasizmikin? Hürmetli yazgıcı Sabitcan Selimi, siz bu işlerden vahim yap yürümən.
Hava açam ikkimiz kun tartibdagi moddalarni muzokaradan o'tkazib bo'lgan, ham nurg'un planlar bizni saqlab turmoqda. O'tchin. Qani choy iching. Ey, mazallarni akib tutib qo'ymamsiz? Ma'qul. 7 numaralı üstelde Manchester tutup aldı. Bu birinci meydanda 2'ye karşı 5 netice bilen Kristal Efendi'ni tutup aldı. Eğerin Efendi tutulup... Stonu tushira. Ey apa, av atalmış dadını qora joyini setishga texish ko'ndiramidingmi? Voy balam, har kech shu gapni da'vatimi. Ning tasmadakli bo'lib oldi tam. Bu eskining ash vayron qorasi qanchalik pulga yarar? Apa, bu tarbiya sana qarang'uda. Hozir shaharda yer qimmat. Bir pon yani oz deganda 30-40 mingga oladi. Uning qorasi bir modni jiq tursa, kam deganda 3-400 mingga oladi deyman. Mundaq degan. Qosimning qo'lida bundaq go'harning bog'lig'ini hajak bilmabdi mana. Shu emasmi? Bu qitim ishkirdan mal o'tkagan vaqtimizda bir odamimiz tutilib kelib, bir mo'jiz ziyoni tatdiq deyman. Men g'ippida qochib keldim. Voy Iset, senimi iz qo'qlab kelib qolarmi endi? Xotirjam bo'l apa. Tutilib qolgan odam biz bir necha yillarni tonimaydi. O'ttirdi vositachilik qilgan odamni biz joylab etdik. Voy jinim balam, nimandaq odamni qo'rqitgansa? Shunga tezroq eringga da'vatman go. Bu qitim ishkirga bir kirib chiqsam, seni mol dunyoga ko'mib yetaman. Ma'qul balam, sening deganing bo'yicha qilay. Meni telefonda xabar qildi deb o'ylagan edingiz. Bildim. Deganing bo'yicha qilay balam. U kasila. Uningga bu ishni cho'qim deymi? Bo'lsa tezroq hal qil. Ishni kasil kechiktirmay uningda. Ma'qul balam. Albatta. Ko'rib boqasiz. Qo'yib beray. Sizga necha qitim dedim. Gapimni faqatla anglamadingiz. Bu uyni yolg'iz meni tutamdim. Pulni rosa tepib, boyvachchilardek yashayli. Do'st dushmanning oldida kerlib yashang desam, buningga mi yaqtamsiz? Apa, meni ko'rayotgansan? Sen ko'ks qoningni to'kib, uyimizga podshoh, xo'jayin qilib tiklab olgan odamingning turgan turqi mushu. Qosimka, siz savdo qilmag'achqa ko'zingiz qo'rqyotidi, lekin bu qitim akildiginim bozorda tepilmaydigan bozor ishtik esil mol. Sizni qo'shgan bir pulingizga uni bermaydigan bo'lsam, yalqon degan ismimni yo'tkiytaman. Hey! Sodi sotamsiz, sotmamsiz. Ko'nglingizni gapni bir deb beqing. Sizning menimi maoshimiz tursa, savdogarchilik qilimizda beshimizga pitirib olganing nim foydasi? Nim foydasi? Men sizga to'la so'zlab og'zim upurab ketayli dedi. Biz hozir qaysi zamon, qaysi davrda yashayapmiz bilamsiz? Pulingiz bo'lsa-chi, boshqalarga o'xshash, ostingizda moto, ham kichik mashina, atrofingizda chaqalaringiz xo'sh-xo'sh deb turadi. Pulvaning gapi o'ng, puli yo'qning gapi to'ng debdikan. Qora joyingizni setib 20-30 tuman tasmiy sappiqni haqqini bir yilga qolmay ne xo'jayinlarni besib tushmisingiz, men qulqimni sopalda kesib beray. Mening teginimni qilsangiz qildingiz. Agar gapimga kirmaydigan bo'lsangiz o'zingizning ishi, lekin bu so'g'amga dastakchi bo'lmang. Menmi satmayman demedim-ku. Lekin Gülsüm yer xetini beğenmese nemi foydasi? Bəmey həddima onun. Mana bu sotqa yazğan xətni köstüb. Əgər yer xetini bəməydiğən bolsan, bu rəsvaçılıqni məhəldəki həmməyləngə kösəsəm, hava işqanlarının təngli yüzü tökülüdü. Məlidə jürənməz bob getislər. Hətta qızыңdınmı ayrılıb qalışın mümkün deb beqnaq qeni. Qoş qollab bəmiginni mən bir körək. Bu amal bob qalamdı neyme? Texi bu xətni hava kösə, yüzünün tökülüşüdən qoqub bolsumu, apsıq besim işletib, yer xətini ip berişi mümkün. Ras. Bu xət anıvalı işkisini iskencigi ip koyğıdək. Bək aqıllıqcımı siz. Qarana təqi bu xətni köpəytib ağınınızını. Siz həqiqətən aqıllı xotuncımı? Əmdi menin erimə oxşadınızcımı?
asla uyg'onsin dilim hayotning mungluq kuyida mehr bilan chulg'onsin dilim hayotning mungluq kuyida mehr bilan chulg'onsin dilim Qishda oqqan dardlik yeshilni qurutqisi bahorda oftob Qishda oqqan dardlik yeshilni qurutqisi bahorda oftob Bir kim yerga ekkan beshingni Yana bir kim qo'ydi rozlab Bir kim yerga ekkan beshingni Yana bir kim qo'ydi rozlab Havacha, hozir men nimani o'ylayapman bilamsiz? Balkim dadingizni o'ylayotgansiz. Yo'q, sizni o'yladim. Siz mening opam bo'lib qolgan bo'lsangiz, nima degan yaxshi bo'ladi, ha? Bu nima deganingiz? Rost Havacha, siz mening opamga o'xshaysiz. Xafaman Havacha, men sizning dadamni yaxshi ko'rmaydiganligingizni bilmay deb sapdiman. Men yaxshi ko'rmayman demadim-ku. Rostmi? Rostmi Havacha? Lekin ammo Nima degan jiq qo'shimchalar bu? bo'ldilar Farida. Aytman sizni hayvonotlar bog'chasiga apray. Bo'lamdi? Ha? Yo'q, bormayman. Siz grammatikadagi ko'ngilsiz qo'shimchalar dedingiz, lekin tigini tushuntirmadingiz. Siz buni dadangizdan so'rang. Nimishqamdi? Men bo'lsam hech nimasi yo'q. Namrat qiz. Dadangiz bo'lsa ataqliq yozuvchi. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? Havacha, men dadamga osmondagi yulduzni pomsaq qilib o'ynag'im bor desam, dadam kelgusida cho'qqim ip bermen deb javob berdiki, hargiz yo'q demaydi. Siz hozir kichik bilmaysiz. Yurak qasriga ko'ngil o'kma bilan kirgili bo'lmaydi, Farida. Yurak qasriga ko'ngil o'kim bilan kirgil bo'lmaydi. Farida? Dada! Qizim. Canım dada. Umma qizim. Mening chiroyli dadam, umoq dadam, qardab negerga o'xshab qolgan dadam. Pah. Nima degan chiroyli. Aman esin keldingizmi? Ava qiz, sizni tonimayli qaptiman. Nimandaq birini olishib ketdingiz? Mo'sha jahil qizingiz bo'lmamdi. Unamasam bozorda yig'lab turib oldi shu. Siz bergan heytlik pullarimga oldik. Rahmat qizim. Ming yashang. Men ko'nglimda o'ylaganlarimni siz bijak keltiribsiz. Bu qitim navbat mening bo'lsin. Dada, sizni bek sevgandim. Rahmat sizga singlim.
Qizlarning kishini mahliya qiladigan go'zalligi uy ishida bilinadi degani rostganda, o'zingizmi bir gul, qo'lingizmi bir gulkan emasmi? Hava acham meni bog'chalarga, madaniyat saroylarga, o'rmonlarga apirib o'ynatdi. Katrga tushdik, chaqpalakdek ushdik, o'rmonlarda qo'g'lashib o'ynadik. Men xotirjam bo'ldim. Kuninglar haqiqatan ko'ngillik o'tibdi. Rahmat sizga singlim. Siz meni faqat ish qilg'ili qo'ymaydingiz, lekin havo acham kir yuvishni, deri surtishni, hoyillarni supurishni, tamoq etishni o'rgatdi. Dada, men hozir umash yetalaydigan bo'ldim. O'mash? Shundaq. Men uni bozorga olib edim. Polkadagi so'lay xaltali qo'noqni ko'rib, u nima deb turib oldi. U qo'noq uni desam, uni nima qiladi deb qiziqdi. Shuning bilan qo'noq unini akilib, umash etib bersam, shundaq chiq ichib etdi. Ha, rastada qiziq, bozorda zag'ir deydigan nom bor ekan, shundaq tatliqkan desa. Rahmat Avva. Rahmat sizga. Men jur'at qilamagan ishlarni siz qilibsiz. Qisqasi, parnak ichidagi gulni, sirtdagi yomg'ir, sovuq judullar bilan uchrashtiribsiz. Bu qizni ko'p tavlabsiz. Rahmat sizga. Havo acham bilan bog'chaga o'ynag'il borganda tushgan rasm. Chiroyli tushibsizlar. Sabitjon aka, Ha? mana bu turmush uchun xarajat qilinglar degan puldan oshqini. Buni yanchig'ingizga sep qo'ying. Lozim bo'la. Bo'ldi, opamga ish haqqim uchun bergan pulingizmi yetib oshidi, Sabitjon aka. Avanisa, yana bir hajitim bor edi. Ko'nglingizga xo'p keladimi? Xo'p kelmaydigan ishmi qilamanmi qiynidan? Men muhokama yig'inidan nurg'un materiallarni yig'ib keldim. Bundan keyin sal jiddiyroq ishlaydigandek turaman. Shunga tushlik tomoq etib bera olasizmi? Shunchalik ishmidi, men qilib beray. Haras. Yo'lda kelgich qo'sqingiz oshqandi. Men sizga tomoq etib beray. Choy iching, Sabitjon. Rahmat. Telefondan sizning keldiganligingizni anglab, havo acham dadangiz qandaq tomoq amroq degan edi. Men lag'manga dedim. Shunga u Anam, qo'zim.